Assalomu alaykum, hurmatli proktolog o'z kanalining kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Kasalliklar borki, inson tanasidagi kasalliklar ba'zan mavsumiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Mavsumiy xarakter nima degani? Ya'ni qaysidir fasllarga kelib, bemorda aynan o'sha turdagi kasalliklar qo'zg'ishi, ko'payishi kuzatiladi. Bo'lib ham proktologiya sohasida ayniqsa kuz va bahor oylarida juda qo'ziydigan davr. Masalan, oshqozon ichak trakti ham xuddi shunaqa bahor, kuz oylarida juda kasalliklar qo'ziydi. Ya'ni bemorlarda oshqozonda yara bo'lsa qo'ziydi, gastritlar qo'ziydi, ichakda muammolar bo'lsa qo'ziydi. Bo'lib ham proktologiyada insonning organizmida masalan gemorroy bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha bilinmay kelgan bo'lsa, u qo'zishni boshlaydi. Svishlar, parapraktitlar, treshinalar aynan mana shu vaqtga fasllarga kelib bu kasalliklar qo'zishni boshlaydi. Eng ko'p uchraydigan, ya'ni kuz keldi, havo issiqdan sovuqqa o'tishi bilan qo'ziydigan proktologik kasalliklardan biri haqida bugun ma'lumot bermoqchiman. Masalan, yoz davomida bu kasalliklar uchrab turadi, juda kam uchrab turadi. Sentabr oyi boshlandi, kasallik imенно mana shu kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning soni haddan ziyod ko'payib ketadi. Kuniga 3 ta 4 ta yotqizamiz, 3 ta 4 ta bemorda operatsiya o'tkazishga majbur bo'lamiz. Bu qaysi kasallik? Bu kasallikning oti o'tkir parapraktit deyiladi. Ya'ni ostriy parapraktit. Parapraktit nima degani? Parapraktit degani bu anal kanalda, ya'ni orqa teshik atrofida yiring hosil bo'lib qolishi. Ko'p joylarda buni nima deydi? Demak, ko'z yara deydi. Ba'zi joylarda chipqon deydi. Ba'zi joylarda furunkul deyish mumkin, karbonkul deyish mumkin. No, o'zini ilmiy nomi bu parapraktit, ya'ni yiringli parapraktit. Bemor yaxshi yuradi, yaxshi yuruvdi ham kechqurun, kecha ham yaxshi yurgandi. Kechga borib yoki ertalab bemor orqada kuchli og'riq hosil bo'lganini sezib oladi. Ba'zan og'riq yengil boshlanishi mumkin. Yengil, sekin-sekin birinchi boshda qichishib turishi mumkin, ozgina vaqt achib turishi mumkin. Bir kun o'tar o'tmay orqada demak kuchli og'riq his qilishni boshlaydi. Kuchli og'riq his qilish bilan birga orqada shish paydo bo'ladi. Orqada demak nimadir shishib chiqqanga o'xshab turadi. Ushlab ko'rsa, bosib ko'rsa, teginsa og'riqli. Bemorlar osmotrga paytda ushlatganini ham qo'ymaydi, tegintirganini ham qo'ymaydi. Og'riq shu darajada kuchli. O'tirishga qiynaladi bemor. Og'riqning xarakteri luqillovchi og'riq. Pulsatsiya beradigan og'riq. Luq, me'daga tegadigan og'riq. O'tib ham ketmaydi, og'riq to'xtamaydi. O'sha 24 soat siz bilan o'sha og'riq. Ichingiz kelsa ham yengillashmaysiz, ichingiz kelmasa ham yengillashmaysiz, o'tirib o'tira olmaysiz. Kamiga agar yiring to'planish ko'payib borgan sari bemorda temperatura oshishni boshlaydi. Intoksikatsiya, sovuq qotish, qaltirash, varajat tutishi, ishtaha pasayishi, holsizlik, yana undan tashqari bemorda og'riq, demak, qiynab, ezib tashlaydi. Mana shunaqa bir yomon kasallik, bir davolashi ham bir qanaqadir qiyinroq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Ya'ni o'tkir parapraktit. Bemorlar e'tibor bermasdan yuradi. Bir kun chidaydi, 2 kun chidaydi. Endi hammani og'riqqa chidamlilik darajasi har xilda. Kimdir keyin o'zicha bu kun tanishidan so'raydi, og'riq qoldirish dori ichadi, qanaqadir mazlardan foydalanib ko'radi, hech foydasi bermaydi, foyda bo'lmaydi. O'zi umuman xirurgiyada bitta qoida bor-da. Qoida nimadan iborat? Qayerda yiring bo'lsa, uni chiqazib yuborish kerak, tashqariga chiqarib yuborish kerak. Yiringga yo'l ochib berishimiz kerak. Bu yiring, gnoy organizm uchun yot narsa. Ya'ni u organizmniki emas. O'shaning uchun organizm doim harakat qiladi, bu yiringni tashqariga chiqarib yuborishga. Oddiy misol, qo'lingizga zirabcha, misol uchun tikon kirib qolsa, bilmasligingiz ham mumkin siz. Qachonki u yiringlaganini sezib qolasiz ba'zi vaqtlarda, to'g'rimi? Chunki bu kirib qolgan narsa bu inorodniy telo, ya'ni biz uchun begona narsa. Siz uni e'tibor bermasangiz ham, buni organizm doim kontrol qiladi va uni yiringlatib tashqariga chiqarib yuborishga doim harakat qiladi. Orqada ham shu, yiring to'planib qoldi. Nega og'riq bo'ladi? Chunki organizm doim o'sha yiring tashqariga harakat qilaveradi, haydashga. Terida ba'zi vaqtda shishib ketadi. Bir 10-14 kun holatlarda bemorlarda o'sha shishib ketgan joy, agar bemor vrachga murojaat qilmasa, o'sha joydan yiring yorilib ketadi yoki axlat bilan birga ichakka yorilib ketadi, axlat bilan birga yiring tashqariga chiqib ketishi mumkin. Yoki teridan yorilsa, teridan yiring tashqariga chiqib ketadi. Yiring sassiq bo'ladi, gnoyli, qon aralashgan
o'sha ajralma holda tashqariga chiqib keladi. Ba'zi hollarda bemorlar demak hushyorlik qilishadi, og'riq yaxshi bo'lganligi sababli bemor vrachga murojaat qiladi. Vrach ko'rib turib, bu parapraktit ekan, buni operatsiya qilish kerak desa, bemor qotib qoladi. Qanaqasiga? Men kecha yaxshi yurdim, nega to'satdan operatsiya bo'lish kerak? Ha do'stim, hayot shunaqa kutilmagan voqealarga to'la. Bir soatdan keyin nima bo'lishini biz bilmaymiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Sizda ham yaxshi edingiz, holat hozir demak operativniy holatga kelib qolgan, ya'ni operatsiya qilmasa bo'lmaydigan vaziyat va buni operatsiya yo'lidan chiqarib yuborish kerak deyiladi. Operatsiyasi unaqa og'ir operatsiya emas. Operatsiyasi og'ir operatsiya emas, ya'ni buni ikki xil usulda operatsiya qilsa bo'ladi. O'sha hosil bo'lgan parapraktit ustidan местный, ya'ni mahalliy anesteziya qilinib turib, masalan, navokein, lidokein bilan kichkina ukol bilan hamma joyda ukol muzlatib chiqilib, ustidan kesma qilinadi, 1 santimetrdan 3 santimetrgacha, ya'ni yiringni tarqalgan holatiga qarab turib kesma qilinadi va chiqarilgandan keyin yiring tashqariga o'z bosimi bilan, uni kesishi o'zi bilan yiring tashqariga o'ralab chiqib ketadi. Yaxshilab ochilib, ichkaridagi cho'ntaklari, ya'ni yiring turgan zonada o'zini cho'ntaklar hosil qilib tashlaydi. Ular hammasi buziladi, yuviladi, drenajlanadi, ya'ni ichkariga o'sha maxsus rezina necha yoki trunda qoldiriladiki, teri yopilib qolmasin. Chunki kesganimizdan keyin teri shunaqa Xudoyim taolo bir mo'jiza bilan yaratganki, teri organizmda juda tez bituvchi organ. Teri ham bir organda. Agar biz uni kesgan joyiga e'tiborsiz qoldirsak, teri 2-3 kunda kesgan joyimiz yana yopilib qolishi mumkin. Yopilib qolgandan keyin ichkaridagi gnoy, to'qima orasiga singib ketgan, tarqab ketgan gnoy to'liq chiqishga ulgurmaydi va sizda yana qaytadan parapraktit rivojlanib qolishi mumkin. Shuning uchun bemorlarga demak drenajlab turiladiki, o'sha teri bitishiga yo'l qo'yilmasdan. Ya'ni kesilgan joyga o'rtaga rezina tashlab, o'sha rezina orqali yiring tashqariga chiqarib turiladi, где-то 5 kun, 1 hafta davomida. Qachonki yiring chiqish to'xtagandan keyin drenaj olib tashlanadi va yara bitishi kutiladi. Ikkinchi usuli bor. Bu birinchi usuli o'sha demak местный anesteziya dedim. Unda og'riqli bo'ladi. Ukol qilganda ham og'riq seziladi, kesayotganda og'riq sezilmasligi mumkin, lekin cho'ntaklar buzilayotganda og'riq seziladi. Agar gnoy ancha ichkariga kirib ketib qolgan bo'lsa, unda o'sha instrument bilan kirib ochib kengaytirganda bemor og'riq sezishi mumkin. Va ikkinchi usuli bu narkoz yordamida. Narkozki bu spinalniy anesteziya, ya'ni beldan pastiga muzlatiladi, beldan pastiga narkoz beriladi. Bemor hech qanday og'riq sezmaydi. Bemor uchun komfort, vrach uchun ham komfort. Sababi operatsiya paytida bemor og'ridi deb tursa, vrach ham sabr yetmasligi mumkin-da. Tez och yiring chiqib bo'ldi, tugataylik shu operatsiyani deb qolasiz. Bemor baqir-chaqir qilib tashlagandan keyin. Lekin spina mozgoviy anesteziyada bemor komfort, hech qanday og'riq sezmaydi. Даже operatsiya o'tganini ham bilmaydi, kesilganini ham bilmaydi, og'riq sezmaydi. Operatsiyadan keyin 5-6 soatgacha og'riq sezmay yotadi. To sezgilar qaytaman deguncha kesilgan joydagi og'riqlar o'zini ancha qo'yib yuborgan bo'ladi. Bunda bemor ochilib, kesilib, tozalanib, drenajlab, yuvilib, bemor demak yiringdan xalos etiladi. Endi ochib yuborilgandan keyin, tozalab yuborilgandan keyin bizda oldimizda ikki xil natija kutiladi. Ko'pchilik so'raydigan narsa qaytalanmaydimi deydi. Men javob bermoqchiman kasallik deb, qaytalanmasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kasallik ochib yuborilgandan keyin oldimizda ikki xil natija. Birinchisi 10-15% hollarda, bu juda kam, 10 ta odamdan bitta, ikkitasida. 10 ta odamdan bitta, ikkitasida ochib tozalab yuborilgandan keyin kasallik to'liq yopilib ketadi, bo'ldi. Hayot davomida boshqa kasallik bo'lmaydi. Ya'ni parapraktitdan to'liq qutuladi. Ikkinchi kutilayotgan natija va katta ehtimolligi bilan kutilayotgan natija kasallik ochib yuborilgandan keyin, kesilgan joy, yiring toza bo'lgandan keyin bitib keladi, oxirida kichkina teshikcha, shpris uchida, ninani uchida joy qoladi, u joydan doimiy ravishda yiring kelib turadi. Bu nima? Bu demak parapraktitni surunkali formaga o'tishi, ya'ni xronический parapraktit formasi yoki boshqa tilda aytadigan bo'lsak, svish kasallikka aylanadi. Birinchi etapda yiring ochib yuborildi, kichkina operatsiya. Ikkinchi etapdagi svish hosil bo'lgandan keyin mana bu svish kasalligini ham endi operatsiya qilish kerak. Sababi bunda doimiy ravishda yiring keladi, bemorni doim bezda qilib turadi. Endi mana shu tashqarida hosil bo'lgan kichkina teshikcha va ichkarida ham xuddi shunaqa ichkarida ham teshikcha bo'ladi. Sababi yiring qayerdan keladi? Havodan tushib qolmayapti. U ichak bilan bog'langan u. Ichakdagi kelayotgan axlat ma'lum bir ko'sovga
o'sha ichak yon atrof to'qimalarga tushadi, u yiringlab tashqariga chiqib turibdi. Mana shu ikkita teshik o'rtasida hosil bo'lgan kanalni, demak, xirurgik usulda olib tashlash amaliyoti bajariladi. Ba'zan lazerda ham kuydirish mumkin, lekin lazerda jelatinni tavsiya bermaymiz. Sababi lazerda kasallik qaytalanish ehtimoli yuqori. Svish haqida, parapraktit haqida alohida va batafsil ma'lumot berganmiz. Ya'ni boshqa videolarimizda bu haqda to'liq gapirganmiz. Agar yana ham chuqurroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu kanalga o'tib turib boshqa videolarimizni ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda o'sha aniq parapraktit nima, uni davo usullari, svish nima, uni davo usullari, hammasi va qanaqa davolash usullari bor, hammasi haqida to'liq ma'lumot berilgan. No, itago. Demak, kasallik yo bitib ketishi mumkin, kichkina ehtimol bilan, katta ehtimol bilan bitmasdan svishga aylanishi mumkin. Svishga aylangandan keyin bemorda planiy ravishda, ya'ni rejali tartibda bemorga mana shu vaqtdan keyin kelasan va buni svish yo'lini olib tashlaymiz deb aytiladi. Biz qayerdan bilamiz bu parapraktit keyinchalik svishga aylanadimi yo'qmi? Bemorga demak 4-6 hafta, ya'ni 1-1,5 oy vaqt davomida kutiladi. Ya'ni agar yopilsa yopilib ketdi, yopilmasa demak svishga aylandi. Shu 4-6 haftada o'zi ma'lum bo'lib qoladi holat. Endi svishga aylanmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Svishga aylanmaslik holati bu na sizga, ya'ni bemorga, na vrachga bog'liq. Na operatsiyani usuliga, na bir boshqa narkoz berib qanaqadir dori-darmonni kuchiga bog'liq emas. Bu hech kimga bog'liq emas. Svishga aylanish ehtimolligi bu sizda bor defekt, ichakda ichki tomondagi defektning katta kichikligiga, organizmingizda immun kuchiga, immun sistemaning kuchiga bog'liq. Ya'ni mana shu sistema yaxshi ishlasa, ya'ni immun sistema o'zini yaxshi kuchini ko'rsatsa, bu svishni yopib yuborishi mumkin. Ya'ni parapraktit yopib yuborishi mumkin. Kuchi yetmaganda, odatda ko'pincha kuchi yetmaydi bu narsaga, svishga aylanadi. Mana shunaqa qilib, demak, parapraktit kasalligidan qutulish mumkin. Deylik, ba'zi bemorlarimiz uzoqda, masalan, Rossiyada, Koreyada, boshqa davlatda ishlaydi yoki ba'zi bemorlarimiz sharoit bo'lmasligi mumkin yoki imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Ya'ni hosil bo'lgan yiring, o'sha yerda og'riqli berib turgan yiring, pulsatsiya, bemor qiynayotgan yiring vrachga bormasa nima bo'ladi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda nima bo'ladi? Organizmda yiring bormi, u ishoning по-любому tashqariga chiqadi. Siz borib vrachga borib yiring chiqarib yuborasizmi? Chiqarib yubormaysizmi? Qiziq yo'q. 10-14 kun, ba'zan 20 kun hollarda, ba'zan 5 kun, bir hafta vaqt. Endi bu yiringni aytayapman, chuqurlik darajasi ko'p miqdori kamligiga bog'liq. Organizm o'zidan yiring tashqariga chiqarib yuboradi. Yiring yoki o'sha shishib turgan teshik atrofidagi teridan yorib chiqishi mumkin, yoki teri juda qattiq bo'lsa, ya'ni yiring ancha chuqurroq bo'lsa, ichakdan yorib chiqishi mumkin. Har ikki holatda ham bemor yengillik his qiladi, yaxshi bo'lib qoladi, oddiy bo'lib qoladi. Lekin yomon tomoni nima? Yomon tomoni shuki, organizm o'zi yiring tashqariga chiqarib yuborsa, bu 100% svishga aylanadi degani. 100% svishga aylanadi. Ya'ni siz aniq bilingki, bo'ldi. Endi siz baribir katta operatsiya o'tkazishga majbursiz va svish hosil bo'lishi ehtimolligi bor. Yana bitta yomon tomoni, organizm agar yiringni o'zi tashqariga chiqarib yuborsa, yiring teshikdan qancha uzoqlikda yorib chiqishini siz bilmaysiz. U qayerda yumshoq to'qima bo'lsa, o'sha joydan yiring yorib chiqadi. Oson yo'ldan yuradi yiring. Teshikdan qancha uzoqlashgan sari, orqa teshikdan qancha uzoqlashgan sari yorib chiqsa, bu ertaga svishga aylanadi degan. Svishga aylangandan keyin buni operatsiyasi shuncha murakkab bo'ladi. Xirurg, ya'ni vrach, proktolog o'zi ochib yuborganni bitta yaxshi tomoni, u imkon qadar orqa teshikka yaqinroq joydan kesma qiladi. Mabodo ertaga kasal bemor svish bo'lib qoladigan bo'lsa, yaqinroq joyda bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy turdagi svish bo'ladi va buni operatsiyasi unaqa murakkab bo'lmaydi. Bemor ko'p qiynalmaydi erta operatsiyada. Agar teshik, ya'ni o'sha yorib chiqqan teshik qancha orqa teshikdan uzoqroqdan yorib chiqsa, bu o'sha joydan to orqa ichakgacha bo'lgan zona kesib kelish kerak degani. Bu shuncha katta jarohat, shuncha katta travma degani. O'shaning uchun do'stlar, jelatinli vrachga borib, vrachda demak bu narsani ochtirib olish kerak va bu sizni ertaga svishga aylangan bo'lsa ham osonroq operatsiya bo'lishingizni ta'minlab beradi. Xo'p, operatsiya o'tkazgandan bemorlar holat qanday? Operatsiya o'tkazgan bemorlarda shuncha og'riq bilan bir hafta, 10 kunlab, 5 kunlab qiynalgan bemorni qo'pol qilib aytay, ko'zi ochilib ketadi. Xudo o'zingga shukr. Ertachiroq kelsam bo'lar ekan, shu vrachga ertachiroq borsam bo'lar ekan. Nima shuncha azob yeb tortib yuruvdim. Bo'lar ekan-ki, mana odam yengillik qilsa bo'lar ekan-ki degan gapni xohlaysiz, xohlamasangiz vrachga aytasiz, aytmasangiz ichingizdan baribir o'tadi. Parapraktit ochtirgan, parapraktit bo'lgan bemorlarni hammasidan so'rab ko'ring, mana shu gap bizga aytadi. Ha, rostdan shunaqa.
qiynalib yurgan ekanman, tezroq borib ochtirganim yaxshi bo'lgan ekan degan fikrda aytishadi. O'shaning uchun do'stlar, ko'p o'zingizni qiynamang, jonni ham ko'p qiynamang. Bu qiynalishga arziydigan narsa emas. Zudlik bilan borib vrach xirurgga, imkon bo'lsa proktologga borib bu narsani ochtirib, tozalatib, yuvildirib, bir hafta 5 kun davomida tozalab, yuvib, drenajlab tursangiz, keyinchalik birinchidan og'riqdan qutulasiz. Mabodo agar deylik sevish keladigan bo'lsa, oson turdagi sevish hosil bo'ladi va uning keyinchalik operatsiyasi ham oson o'tadi. Demak, bu parapraktit haqida ozroq tushuncha edi. Boyagi gapning chalasi, bemorda sirasi og'riqlar kamayadi, temperatura tushadi, ishtaha joyi keladi, intoksikatsiya, zaharlanish o'zi yo'qolishni boshlaydi. Bemor o'zini juda yaxshi his qilishni boshlaydi. Demak, bu sevish haqida. Yana ham tushunarli bo'lish uchun, yana ham aniqroq tasavvur hosil qilish uchun sizlarga demak sxematik ravishda ko'rsatmoqchiman. Parapraktit va sevishni o'sha sxematik rasmlarni. Demak, bu yerda mana banner qilingan. Demak, bu yerda mana banner qilingan bu o'sha o'tkir parapraktit kasalligi, parapraktikning sxematik ko'rinishi. Parapraktitlar bo'ladi demak, podkoja, teriga yaqin, bu juda oddiy turi, yengilroq turi, bu to'g'richak. Bu atrofdagi yog' to'qimasi. Bu mushaklari, levator ani deydi, sfinkterlari bu. Demak, bo'lishi mumkin teriga yaqinroq, bu yengilroq formasi. Bo'lishi mumkin abses, ya'ni yiring ikkita mushak orasida joylashgan bo'lishi mumkin. Mana bu внутренний sfinkter, ichki sfinkter, bu tashqi sfinkter. Bu turi, parapraktit turi intrasfinkterniy formasi deyiladi. Demak, bo'lishi mumkin parapraktit va ko'p hollarda uchraydigan parapraktit bu isharektalniy parapraktit deyiladi. Ya'ni yog' to'qimada juda katta miqdorda yiring to'planib qolgan. Va bo'lishi mumkin va juda murakkab va diagnostikasi juda qiyin bo'lgan parapraktit bu pelviorektalniy parapraktit. Ko'ryapsizda, tepa tomonda borib, mana bu yerdagi levator ani mushagini tepa tomonda joylashgan bo'ladi. Buni ochish, buni diagnostika qilish juda qiyin. Mana shu holatda bemorlarda 4 xil formasi uchrab turadi. Keyinchalik yiring mana ochib yuborilgandan keyin bu yerda yiring chiqib ketdi, boshqa bo'ldi. Bu yiring qayerdan keldi? Mana ichakdagi defektdan kirib keldi. Bu yerda defekt bor, o'sha yerdagi axlat mana shunaqa yiring hosil qilib qoldi. Keyinchalik ochib yuborilgandan keyin boya aytganimdek bemorlarda mana bu holat kuzatilish ehtimolligi bor. Ya'ni katta ehtimol bilan xronический parapraktika o'tib ketish ehtimolligi bor. Ya'ni mana bu yerda qachondir yiring bor edi, bu ochib yuborilgan qismi yoki o'zi yorib chiqqan qismi va ichakdagi defekt. Mana shu defekt bilan demak yiring yo'li hosil bo'ladi, sevish hosil bo'ladi. Mana bu podkojniy formasi yengilroq turlari, mana bu o'sha intrasfinkterniy formalari, mana bu transsfinkterniy formasi, mana bu ekstrasfinkterniy, suprasfinkterniy formalari bu murakkab turlari hisoblanadi. Umuman qisqasi, keyinchalik parapraktit ochib yuborilgandan keyin, parapraktit chiqarib yuborilgandan keyin, parapraktit ochib yuborilgandan keyin mana bu sevishga aylanish ehtimolligi katta. Xuddi mana shunaqa oqma yo'l paydo bo'ladi. Oqma yo'ldan to mana shu tashqi teshik va ichki teshik o'rtasidagi kanalni, demak, yo lazer bilan yoki xirurgiya usulida qirqib olib tashlash kerak. Boya tepada aytib o'tganimdek, agar bemorlar xirurg yordamida yiring chiqarib yuborsa, xirurg imkon qadar teshikka yaqinroq joydan kesadi. Oqma yo'lini, sabab ertaga sevish bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda hosil bo'lib qolsin degan emasdi. O'zi yorib chiqsa, mana bu yerda yorib chiqadigan bo'lsa, mabodo, yorib chiqadigan bo'lsa. Bunda nima bo'ladi? Mana shu joydan to mana bu ichakda joyigacha bo'lgan zona, demak, qirqib olishga majbur bo'lamiz. To bu yoqdan bu yoqqacha olib kirishga majbur bo'lamizki, bemor operatsiya jarohati shunchalik kattalashib ketishi mumkin. Demak, o'rtoqlar, sizlarga umumiy tushuncha paydo bo'ldi degan umiddaman. Qachonki sizda mana shunaqa o'tkir holatdagi parapraktik, ya'ni o'tkir og'riq, to'satdan boshlangan og'riq, temperatura bilan keladigan og'riq, lo'qillovchi xarakterdagi og'riq, yutalsa ham, aksirsa ham, o'tirsa ham og'riq beryaptimi, demak biling, sizda mana bu kasallik rivojlangan bo'lishi mumkin. Bu kasallik rivojlandimi? Bunda zudlik bilan bemor vrachga murojaat qilish kerak. Xoh mahalliy anesteziya bilan, xoh uni narkoz bilan bu narsani oldirib tashlash kerak. Vrach sifatida maslahatim, yaxshi narkoz bilan ochtirgan yaxshiroq. Sababi og'riqdan qiynalmaysiz, bemor uchun komfort. O'zi etak bemor og'riqdan yeb, og'riqdan chidolmasdan vrachga keldi, yana buni operatsiya qilib, ochib, og'ritib, qiynab. Undan ko'ra bitta narkoz, bemor hech narsani sezmaydi, og'riq yo'q, operatsiya ham chiroyli suratda o'tadi. Ertasi kun bemor o'zini ishiga, uyiga ketishi mumkin. Umumiy bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat, do'stlar. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, sog'liqni qadriga yeting. Albatta sizda va sizning yaqinlaringizda shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, bizga ham murojaat qilishingiz mumkin yoki proktologga murojaat qiling. Umuman olganda, proktolog sizga kerakli malakali yordam beradi. Sog' bo'lingizlar, yaxshilikda ko'rishaylik. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin.